Bu videoda bize katta, kichkina, o'rtacha challenge-ni olamiz. Shartlar juda ham oddiy. Bu o'yinda umumiy 4 ta raund bo'ladi. Ya'ni 4 ta raundda 4 xil mahsulot yoki shunga o'xshash yeguliklar bo'ladi. Kimga katta mahsulot tushsa, kattasini yeydi. Kichik mahsulot tushsa, kichigini yeydi. O'rtacha mahsulot tushsa, o'rtachasini yeydi. Qolganini video davomida bilib olasizlar. Aytmoqchi, bu videoda kim g'olib bo'lsa, 1 million so'm yutib oladi. Videoni oxirigacha ko'ring va like bosishni esdan chiqarmang. Xullas, bizda ikkita tuxumchi bor. Bittasida nima narsalar yeyishimiz, ikkinchisida bo'lsa kimga qanaqa shakl tushishi. Videoni boshlashimizdan oldin hoziroq kanalimizga obuna bo'lib, videomizga like bosib qo'yinglar. Chunki biz o'zimizning obunachilarimizga shunaqa zo'r o'zimizning mahsulotlarimiz, o'yinchoqlarimizni shunchaki tarqatib yubormoqchimiz. Faqatgina kanalimiz rivojlanishi kerak. Hozir video boshlanishdan videoga like bosib qo'yishingizni iltimos qilamiz va keyingi videolarda nima challenge-ni olaylik. O'shalarni ham yozib qo'yinglar o'rtoqlar. Birinchi bo'lib nima mahsulot yeyishimizni tanlab olamiz. Qani birinchida bizga nima mahsulot tushar ekan? Xullas, ish qilib bu videoda million so'mni men yutib ketishim kerak. Chunki menga pul ko'proq kerak. Bular hali ham shu yerda bo'lishadi. Qani, mana birinchi bizda nima narsa mahsulot ekan? Banan yeymiz o'rtoqlar birinchi bo'lib. Banan foydali rozat. Banan foydali. Banan yeyish juda ham oson. Boshlanishi yaxshi. Lekin ko'p tushsa, haddan ziyod ko'p bo'lishi ham mumkin. Bilasizlarmi shuni? Endi bo'lsa, kimga qaysi shakl tushishi? Qaramasdan turib, tanlaysiz. Birinchi bo'lib kim tanlaydi? Mayli, men oxir tanlayman, siz o'zingizga o'ylaydi. Demak, birinchi bo'lib Shomi tanlayotgan, keyin Hasan tanlaydi, keyin bo'lsa men tanlayman. Yaxshilab aralashib olaylik. Shomi tanlay. Xo'p, tanladi, endi siz tanlang. Ochmay turing. Bunisi oxirga qolgani bo'lsa menga. Xo'p, endi ko'ramiz nima chiqdi. Voy, menga katta chiqdi. Voy, katta. Atak bu hozir norma. Chunki bananni ish oson, keyin garmdori. To'g'risini aytsam, mashina garmdorilar olib kelganmiz. To'g'risini aytsam, o'zi garmdorida katta tushishini xohlatilmaydi. Sizga qanaqa Shomiga bo'lmasam sizga qanaqa tushdi? Kichkina. Shomiga kichkina tushdi. Hamma bildi menga qanaqa. O'rtacha tushdi. Menga bo'lsa katta. Mayli, nima ham deymiz, bo'lmasa mahsulotlarni yeyishni boshlaymiz. Bo'lmasa o'rtoqlar, bizlar bananlarimiz keldi. Ko'ryapsizlar, Hasanda o'rtacha, menda katta. Shomida bo'lsa kichkinagina, ajoyib banancha. Xullas o'rtoqlar, birinchi bo'lib yeyishni kimdan boshlaymiz? Shomi siz boshlaysiz. Qani? Eng kichkinasidan ham bor. Menimcha chaynab ham o'tirish shart emas, shunchaki yutib olsa ham bo'ladi. Kichkinaligini qaranglar bu bananni. Pingvinni bananimi bu nima bola? Mazasi qanaqa kichkina bananni? Bananning mazasi qanaqa ekan? Demak, Shomi bu shartni bajardi va 1 ballni qo'lga kiritdi. Easy. Mayli, Hasan siz yeng. Qani Hasan ham menimcha bemalol qiynamasin yorib bu. Havas qiladi, kichkina bananga bo'lib yotishim uchun. Banan ta'mi zo'r ekan. Tez yesada, odamlar to'g'rimi? O'rtacha. Bitta tuqora olasiz. Mana hammasi bitta tuqora olasizmi? Davay. Ko'rasizlarmi? Hasan maymunzodada bekor ketmagandim. Kommentariyaga Hasan maymunzodada yozib tashlang. Demak, Hasan ham 1 ballni qo'lga kiritdi, o'zining mahsulotini yeb oldi, lekin men g'alati qilib qo'lga kiritdim bilmayman. Bo'lmasa boshlaymiz, bismillah. Oybek ham 2 ta 3 ta yili bo'ldi, 100% tamom. Bismillah. Oho. O'z bananimni uncha yoqtirmayman. Yo'q. Majburman. Yaxshi, hozircha bittasini yeb bo'ldi. Hammasini yo'qlaysizmi? Shunday bratishka. Ani jujusi o'sha ikkitasiga ham bormayapti-da. Yutganga 1 million so'm, mana motivatsiya. 1 million uchun yeyish kerak. 1 million uchun o'g'li. O'rtoqlar ham bizani ko'rsatuvga kelib 1 million yutib olish xohlasanglar, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bizani hozircha orzu-o'yimiz bor, ya'ni 1000 ta obunachi bo'lish. 1000 ta obunachi bo'lishimiz bilan bitta obunachimizni pochtamizga taklif qilmoqchimiz. Hozirroq kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar o'rtoqlar. Balkim bu siz bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun hozir obuna bo'lib qo'ying. Yaxshi, hozircha ikkitasini bo'ldi. Hali yana 3 ta bor. Ancha lekin 1 million uchun uchalasini ham yeb qo'ya olasiz. Da, 1 million olga, davay, motivatsiya bo'lsin. O'rtoqlar, men yomadan juda ham qiyin, ikkita bananni o'zini yeyish vaqti qiyin bo'ldi. To'g'risini degan bittaman. Keyingi shartlarda lekin men aniq g'olib bo'laman, xudo xolisa. Xullas, birinchi shartimizda Hasanda 1 ball, Shomida 1 ball, menda 10 ball emas, 0 ball. Mayli, bular hozircha xursand bo'lsin. Lekin men keyingi shartda bularni yanchib tashlayman. Do'stlar, keyingi shartga o'tamiz. Ikkinchi raund. Bizda bo'lmasa ikkinchi shart va endi ikkinchi shartga nima mahsulot tushganini ko'ramiz. Juda ham qiziq, nima bo'lsa ham qalampir tushmasin. Xullas, o'rtoqlar, bu shartimizda bizga tushgan narsa suv. Kakras bananlar suv juda ham yaxshi ketadi. Bitta ichib olsa bo'ladi. 1 litrlab icha olmayapman. Muchagalaringiz esa bo'ladingiz. Endi bo'lsa kimga qanaqa shaklligisi tushadi, ya'ni necha litrli suv ichishini hozir mana shu yerdan ma'lum bo'ladi. Endi bu safar birinchi bo'lmaydi, Hasan tanlasin. Let's go. Mayli, qanaqa razmer tushishidan umuman qiziq yo'q. Qalampirda kichkina tushsin bor. Qaramasdan tanlang, qarab tanlang. Men qarab tanlayman chunki o'zi bitta qoldi.
Qani? Voy, nimasi bu? Nimasi bu? Yana kichkina. Yana kichkina. Bo'yincha o'rtacha bo'lsa qara. Aytarildimi? Hop, qanaqa bo'laman ichaman. Voy. Harakat qilaman o'rtoqlar. Siz uchun harakat qilaman. Sizlar bo'lsa like bosib qo'ying videoga. Hoziroq. Xullas o'rtoqlar, sizlar oziq-ovqat do'konlarida shunga o'xshagan chiroyli o'yinchoqlarni ko'rsanglar, darhol sotib olaylik. Chunki bu o'yinchoqlar hammasini Candy Toys kompaniyasi O'zbekistonga import qiladi va har xil sizlar ko'rgan o'sha marmeladlarni ham Candy Toys kompaniyasi O'zbekistonga import qiladi. Sotib olishingiz mumkin. Bu o'yinchoqlar juda ham zo'r. Qaranglar, qanaqa zo'r o'yinchoqlar bor. Bemalol hamma do'konlarda bor, sotib olishingiz mumkin. Ayniqsa tishli marmeladlar, qulupneli hamma xildan bor. Bemalol sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Sizlar kanalimizga obuna bo'lib, bizda doimiy aktiv bo'lib turgan obunachilarimizga shunday shu mahsulotlarimizdan sovg'a qilmoqchimiz. Bizgacha kutinglar, keyingi videoda shu mahsulot naborlarini rozыгрыштamiz. Ya'ni obunachilarimizga tarqatamiz. Bu keyingi videomizda bo'ladi. Bo'lmasam, bizda suvlarni ichishni boshlaymiz. Birinchi cho'ri har doimgidek kichkina boshlab beradi. Shomi kichkina boshlaydi. Oxirgacha icha olasizmi? Chiqib 0.5 suvi. Nima u qani oxirgacha? Ronaldo muxlislari shunda kommentariyaga suv deb yozib ketinglar. To'g'ri, Hasan ichishi ham qiyin-ov. To'g'risini aytsam, men o'zim 50 deb o'ylayman. Yarmigacha ichsam katta gap. Do'stlar, va nihoyat shom mahsuloti уже ichib bo'ldi. Mana tugadi. Ko'rganinglar, Shomi mana bitta 0.5 tugatdi. Bu bir balli qo'lga kirdi shu bilan. Men yarim litr ichdim. Hasan akam mendan 3x ko'proq ichalgan. Lekin yarim litr o'zini men zo'rg'a ichdim. Men bo'lsa 10x ichishim kerak, 10x. Hasan bahona qo'ydi, suvni ichmaslik uchun har xil bahonalar o'ylab topyapti. Aytamiz. Yarmana qo'rzordilar-ku. Voy, o'rtoqlar. Bunga like bosib qo'yinglar, qo'ringlar, hammasini ichyapti. To'xtatmasdan, o'rtoq. Bor qolinglar. U ishi yarmidan ko'pini ichyordi. Gap yo'q ekan. Bilib suv ichib kelmaganman deyman. Voy, Tuyamisiz? voy. Bugundan boshlab Hasanni tuya deb chaqiringlar. Hasan tuya deb kommentariya yozing. Voy, qanaqa qilib o'rtoqlar. Bunga like bosmasanglar bo'lmaydi lekin. Bitta like bosib olinglar, oxirigacha ichib qo'yaman. Gap yo'q ekan. Hasan sizlar yozib tashlang kommentariyaga. Voy, boshqa gap yo'q ekan. Umuman ichomid bo'ladim. Rostman ichomid bo'ladim. Hasan ichomid bo'ladim. Ronaldoning muxlislari bu narsani ichib tashlaydi. O'rtoqlar ko'rganlaringizdek Hasan ham bir balli qo'lga kiritdi. Xullas o'rtoqlar, endi eng qo'rqimchlisi buni ko'tarish ham qiyin-da. Bismillah, mashina ochib olaman. To'yib qoldim, men choy O'rtoqlar, bu bekam. suv ichishim uchun 3 soat ketadi, 3 soat qolib o'tira olasizlar? Yo'q, tinchgina qo'ying, bizga bal bera qoling. Xullas o'rtoqlar, men bu suvni icha olmayman. Chunki bu sog'liq uchun ancha zarar. Sizlar ham buni qilib o'tiring. Chunki Hasan o'zi 1,5 suv ichib shunaqa bo'ldi-da, ko'rdinglarmi? Shuning uchun ham men buni icha olmayman. Bo'lmasam ikkinchi shartda Hasanda 2 ball, Shomida ham 2 ball, menda bo'lsa 0. Bo'lmasam keyingi shartga o'tdik. 3-raund. Biz o'rtoqlar biz 3-shartga o'tdik. Endi bo'lsa, Do'stlar, hozir yoki achchig'i yoki shirini tushadi. cho'ta 2 safar bizga yaxshi narsalar tushdi. Bunisidan ancha og'riqli, qo'rqinchli va ajoyib narsa bo'lishi mumkin. Yo'gida achchiq narsa bo'lishi mumkin. Bo'lmasam yeguliklar tuxumchasini ochamiz. Qani ichida nima bor? Let's go. Qani bu nima ekan bu? Bu nimaligi marasa qiziqmayman. Lekin qarampir bor ichida baribir qarampir yeymiz qachondir oldiroq yeb olib keyin maza qilganimiz yaxshi emas? Mani ham anaqa taktikam bor. Agar shirinlik tushadimi yoki achchiq tushadimi, shirinlik tushsa ham babi Hasan akam uje fulofli, to'lib bo'lganlar, hech narsa yomiylar deb o'ylayman. Hozir shom mahsuloti shunaqa deb o'ylayapti, lekin men dakansiga boraman, 1 million meniki bo'ladi. Qani mana ochiylik nima tushdi? Ochiylik. Hop, qani obunachilarimiz ko'rsatamiz. Nima tushdi? Bunaqasiga ham nima tushdi ekan? Obunachilar birinchilar ko'ryapti, biz ko'rmayapmiz. Orqasidan ham o'qishga harakat qilyapti. Qani ko'ramiz. Marmelad tushdi! Marmeladni yeymiz. Zato qalampir emas. Marmelad katta tushadimi, kichkina tushadimi bizga farqi yo'q, chunki Candy Toys Jalopy marmeladlari eng zo'ri. Bular Xitoydan kelgan qanaqadir yomon marmeladlar emas, hammasi halol, zo'r marmelad. Mazasiga bo'lsa gap yo'q, sizlar ham yeb ko'rgansizlar bu marmeladlarni. Xullas o'rtoqlar, ana endi bo'lsa kimga qanaqa shakl tushishini tanlab olamiz. Endi bu safar birinchi bo'lib men tanlayman, lekin eng kattasi tushsa ham roziman. Chunki Jalopy marmeladlari eng zo'ri. Menimcha, men o'ylashim bo'yicha mana mashinasini tanlashim kerak. Tanlay. Oxirisi bo'lsa Hasanga qoldi. Qani ko'ramiz kimga qanaqa shakl tushibdi. O'rtacha bu zo'r degani. Bugar Hasanga juda kattasi tushibdi. Qo'ymayman, katta kelib bo'lsa yeyman. Bo'lmasa o'rtoqlar, biz o'zimizga tushgan ma'lumotlarni tanlab oldik. Bu safar ham men aytaman, bu safar ham tekin keshishi 1 million ketadi. Bugar shomi 1 million yutib ketadimi deymandek. Va shu yerda men endi ko'ngil bo'shmanda Hasan akamga yordam bergim kelyapti, nimagadir borib.
voy mana hadab bitidan Oybekga men Bu bittadan chestlik bo'ladimi yo'qmi izohlarda yozib qoldiringlar. to'g'risini aytsam bundan oldin suv ichuvdim. Bunisini ham endi bilmayman, hozir 50 yillik bo'lib qoldi menda. Yeb olamanmi yo'qmi? Shomi o'zi xitrlik qildi, marmelat yegisi kelib o'ziga oldi. Chunki jalopli marmelatlar eng zo'ri va zo'ri. O'rtoqlar, sizlar ham bizga o'xshab mana shunaqa zo'r marmelatlar yemoqchi bo'lsangiz, mana shunaqa yozuvli jalopli marmelatdan olinglar. Bu hamma do'konlarda bor, bemalol topishingiz mumkin. Mazasiga bo'lsa gap yo'q. Jalopli marmelatlar. Candy Toys kompaniyasi shu marmelatlarni O'zbekistonga olib keladi. Bu Turkiyadan keltirilgan mana halol marmelatlar. Ko'rishingiz mumkin, halol sertifikati ham bor. Bo'lmasa marmelatlarni yeyishni boshlaymiz. O'rtoqlar, menda o'sha oxirgisi. Juda ham zo'rda shu jalopli marmelatlar. Qolgan qoralar shunga o'zim yeb tushadi. Lekin jalopli marmelatni yevorsa bo'ladi-da, mazasi zo'rda-ya. To'g'risi, oxirgacha yerdim. Просто bundan oldin suv ichdim-da, to'g'ri suv ichib to'ydim. Xullas o'rtoqlar, ko'rganinglarda Shomi bilan bizni marmelatlarimiz oxirgacha yedik, lekin Hasan bo'lsa, Hasan uchun bu ko'plik qilib ketdi. Oxirgacha yomadi. Bu shartimizda Shomi 1 ball, men va nihoyat 1 ball. Hasan bo'lsa 0 ballni qo'yga kiritdi. Agar keyingi shartda Hasan 1 ball ololmasalar men yutaman. Men harakat qilaman shu ball olish uchun. Menimcha bitta dona produkt qoldi, bu Hamma bilib. yarim dori bo'lishi mumkin. 4-raund. Xullas o'rtoqlar, ana endi bo'lsa nima produkt yeyishimizni bitta ko'rib olaylik. Menimcha o'sha hammanglar bildinglar. Bunda qalampir bor. Menimcha qalampir. O'z to'g'risi achchiq vashi yo'qmi? Shirin narsalar yaxshi ko'raman. 1 million yutishingiz kerak-ku. Harakat qilaman. Ana endi bo'lsa biz shakllarni tanlab olamiz. Eng qo'rqinchlisi keldi. Kim qaysi tarafdagini oladi? Birinchi bo'lib men tanlasam. Mayli. Tanlaychi. Oxirgisini men tanlamoqchi qilib katta tushmasin. Ey xudo. Nimaga birinchi bo'lib tanladim? Kichkina manga tushdi o'rtoqlar. Nechasida boshqatdan? Lekin neyral narsalar qotdi. Bu videoda ishonchlarni iltimos like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Hozir bizning 1000 ta obunachi orzuyimiz bor. Iltimos. Maqsadimiz 1000 tagacha. Hozircha undan keyin maqsadlarimiz juda ham katta. Va shuncha harakatlarimiz uchun like bosib qo'yamiz ayting. Bo'lmasam o'rtoqlar, birinchi bo'lib garimdor ishni men boshlab beraman. Chunki menda kichkinasi. Mashinamiz ham. Oo, achchiqligini. Hozir Oybek ham meni orzuyimni yo'qotdilar prosta. To'g'risi bularning reaksiyalarini ko'rib yeyim kelmay qoldi. Mana. Bitta kuzokka shuncha emotsiya bo'lsa, Hasan akamni tasavvur qilaman. O'rtoqlar ko'rganlar men garimdorni yedim, endi bo'lsa Shomi yeydi. Ketdi o'g'ani. Qirsalashini qaranglar. Voy, basharasidan ma'lum. Suv bilan ichsa bo'ladimi? Yo'q, suvsiz yeyish kerak. Hammasini bitta tiqora olaman. Hammasini bitta tiqorsiz, voy, qarab bo'ladi. Bitta tiqorsa lekin bitta qutulaman-da. 1 2 3 Qirsalat yeyishini qaranglar o'rtoqlar. O'rtoqlar ko'rganlarda Shomi ham garimdorni oxirigacha yedi. Endi bo'lsa Hasan yedi. Qani Hasan yeyolmaydimi? Bir tasavvur qilasizlarmi qanaqa bo'lar ekan? 1 million mani bo'ladi. To'g'risini aytsam bu ikkiligini ko'rib yegim kelmay qoldi. Like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Shu joyda bitta sirni aytib o'tishim kerak. Agar Hasan shu garimdorni oxirigacha yeyolsa, 200 ming bonusni qo'lga kiritadi. Bitta shartim bor.